Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi gaplashadigan mavzumiz lola daraxtini urug'ini ekkanmiz. Urug'dan keyingi holat qanaqa bo'ladi? Ko'chatda holati qanaqa bo'ladi? Do'stlar, mana lola urug'i chiqyapti. Lola urug'i chiqyapti. Vot qanaqa chiqadi mana. Ikki quloq bo'lib shunaqa chiqadi. Undan keyin mana bunaqangi bo'lib uch quloq ko'rinishi keladi do'stlar. Qalin bo'lib chiqyapti atroflarda ham mana. Lola daraxtini sensasi kerak bo'lsa, ko'chati kerak bo'lsa, ekranga nomer qo'yib qo'yaman. Telefon qilaverasizlar. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Sensasi ham katta 1 metr, 2 metrli, 3 metrli ko'chatlari ham bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida. Ekranda nomerlar bor do'stlar. Videoga like bosib, do'stlarga jo'natib, kommentariyaga yozamiz savollarni. Qanaqa savol bo'lsa, kommentariyaga yozamiz do'stlar. Telefon qilaverasizlar.